Assalomu alaykum azizlar. Ushbu kunda tavallud kunini nishonlayotganlar barchalarga samimiy tilaklarimizni bildirgan holda navbatdagi tabrigimizni bayon etaman. Bugun 45 yoshini nishonlayotgan Begijon akani tabriklab, ukalari Farruxjon bizga murojaat qildilar. Begijon aka, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hayotingiz yaxshiliklarga va yaxshi kunlarga to'la bo'lsin. Ukangiz Farruxjon va oila a'zolari nomidan ham muborakbod etaman. Bir umr oila davrasida go'zal va barokatli hayot kechiring. Ushbu she'rni ukangiz Farruxjonni samimiy tilaklari deb qabul qilasiz. Umringizni so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u, hasad izlasa ham uyingizni topmasin. Ostonangiz xatlab o'tsin, mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Tinchlik, sog'lik hamda baxt. Yana bir bor tavallud kun muborak bo'lsin.